Ha, keldingmi? Yaxshimisan? Ha. Qani, bizning balla. Avval pulni ko'ray. Bizning bu ishlar naq pul bilan bo'ladi. Buni bilasan-ku. Bugun pulim yo'q. O'rniga bu berliyat o'zikni beraman. Bo'lmaydi. Bizga mal sotquchi. Bo'ptamisa, biz boshqa yerdan olamiz. Chaqchaq qilib qo'ydim. Keynimda mengla. Bulog'im alba. Ma'qul, ha. Ola, jannat luqmasi. Birini yutib olsang, o'zingni parilarning endi ko'rsan. Aferin, obdan ish qilding. Yaraysan, Juma. Bilal. Ha? Əmdi yatqın balam. Bugün bek charchab ketdim. Ət imtihanım var ana. Dadam tirishchanlikmi ibodat deydi. To'g'ri balam. Uyqusiz qilishingga chidamayman. Ammo tirishchanligingdan faxrliman. Sana choy damlab beraymi balam? Rahmat ana. Seni təbriklayman Abdullah. Xizmatga tushib, qisqagina vaqt ichida jinoiy qilmishlarning bu darajada ozayib ketishi odamni xushal qiladi. Qayra xalqining jon va mol bexatarligi buningdan keyin ishonchli kishining qo'lida. To'g'ri, bak ta'sirlandim. Xavfsizlik organlariga xodimlarning hammasi sizga o'xshash xizmat qilgan bo'lsa, qamoqxonaliklarning soni texmo ozlagan bo'ladi. Merhamet, hoş geldinler. To'yliq o'ziga og'ili keldinglar-ku deyman. Yaqay, biz texe to'yqidek yoshda emas. Bularni sotmoqchi edim. Sizlarningmi? Bizning desang bo'ladi. Anamning oltinlari. Bir uy setib olmoqchi bo'lgandik. Uy elish uchun bularni sotmoqchi bo'layapmiz. Hammasi qimmatli buyumlar. Ha, shundoq ekan. Haqiqatanmi esil buyumlar ekan. Nimishqa onangiz kelmadi? Mijoz yo'q. Uning ustiga bularni setib yurish uningga ig'ir keladi. Xijil bo'ladi. Alay, ammo avval telefon qilishim kerak. Telefon? Nimishqa? Chunki qo'yib qo'ygandek soxtalari bor. Anam soxtalarini saqlab yurmaydi. Ha, kechiring. Onangizni demoqchi emasman. Bizning Abdujamal ustam kelib ko'rib baqsin, bahosini bekitib bersin. Ikkilimiz ziyon tatmayli. U nima desa shu. Vay, gap qiling. Men zargar Salim Abdujamal ustam bilan ko'rishatdim. Qani so'zlang. Men Abdujamal Salim apandi. Soqchi mashinalari, qarang. Qaşayli. To'xta, qochma. Qimirlama. O'q chiqirma. Qo'linglarni ko'taringlar. Hech narsa qochanmaysizlar. Mishildama, hech ish bo'lmaydi. Dadam qutqizdi. Men ministerning o'g'li. Dadamga xabar beringlar. O gaplarni soqchixonaga borgan et. Etmanglar. Mana. Bu degan mening o'g'lim. Uni darhol qo'yib eting. Buyrug'ingizni o'rindashqa mening huquqim yetmaydi, apandi. Anlamagan o'xshaysan soqchi apandi. Bir ministr buyruq qilganda sening vazifang darhol buyruqni ijro qilish. Men sendan huquqing yetamdi yetmamdi deb so'ramadim. Ministr janoblari, bosh komissar Abdullah apandining qat'iy buyrug'i bor. Mening qo'limdan kelmaydi. Men faqat komissarga xabar yetkazib qo'ya olaman shu. Davlatning bir ministri oldida komissar Abdullah degan kimkan u? Uni tezroq aytishga Komissar Abdullah degani miniyalik Abdullah shu. U pishini yeydigan kishi. Degangicha mush yerda bosh komissarni saqlaysizlar. Uni ayollar kameraga sulab qo'yinglar. Dadam bu kechining hisobini cho'qim oladi. O'zingni bilish. Surgun qildirib atmasam. Bosh komissarning buyrug'i bormish. Mendak bir ministerning o'g'li kechini qamoqxonada o'tkazamish. Qanday odam bu? Uning ustida nurg'unlagan shikoyatlarni anglayapman. Men uni eng yaxshi bilaman efendim. Sizlarga uning xatirini anlatamagan edim. Ko'ryapsiz, o'g'lingiz uning kasofatidan qamoqqa ilindi. Bundaq odamlarning adabini faqat sizlar bera olasiz. O'g'limni atigacha qamoqxonada tutib turolmaydi. Bosh komissarni saqlayolmaymiz. Karim apandi, sen ministerlikni harakatlantirgin.
Komissarni darhol yenim qilib kelinglar. Rahim qilmanglar. U ya buyrug'imni ijro qiladi, yoki bo'lmasa o'ziga boshqa ish topadi. Yana hammalig'iga qayta janoblari. Bilal, bo'ldi endi yotqin. Bekashib ketdi o'g'lim. Fabrik ish unimining tövallab ketish sabablari haqida doklad tayyorlayapman dada. Mo'shundaq uyqusiz qilibmi o'g'lim? Mendan burunqilar shunchalik qattiq uxlab ekanki, davlatning hiligicha yiqilmaganligiga hayronman. Allah saqlag'achqa yiqilmadi Bilal. Sana o'xshash yoshlar tirishsa, kelgusi texmi parlaq bo'ladi. Yerim kechida kelgan kimdu? Nemish bo'lgandu? Sen chiqma balam. Saqchiqanidan meni izlab kelgan bo'lishi mumkin. Marhamat. Men ministr Akif apandining bosh xatibi bo'laman. Ministr janoblari sizni chaqiryapti. Bo'lmaydi. Hozirlamang. Bu ministrning buyrug'i. Komissar apandi, sizni bu kechada avvar qildim. O'rnini to'ldirib beraman. Bu bizning vazifamiz. Nima ishga chaqirtgan edingiz? Qani o'ltiring, odati paranglashayli. Ministr janoblari, bizga ruxsat qilsizlar. Biz ishimizni qilaylik. Xayrli kech, ministr janoblari. Bizga 12 yil saqlangan viskidan 2 romka ep kel. Kechiring ministr janoblari, beqir haroq ichmayman. Ha, bu qandaq bo'g'ini? Siz Qoira jamoat xavfsizlik idorasining bosh komissari tursangiz, chaqchaq qilmayotgansiz. Rost deyapman janoblari. Xizmat besimingiz pek ig'ir. Bizga o'xshash davlat mas'ullarining harduq chiqarishimiz uchun bir ikki qadak sharobga ehtiyojimiz bor. Mening ehtiyojim yo'q apandim. Bo'ldi, sen chiqib ket. Bir romka ichib qo'ygan hech bo'lmaydi. Azroq ichib qo'ying. Dinimizda ko'pi mas qiladigan narsaning ezimi harom. Aybga buyurmang. Dindorlarga hurmatim bor mening. Gapning o'ziga kelsam, Quluqim sizda. o'g'lim bir zibu-zinnat bo'lonchilik voqeasida o'qishmaslikdan qo'lga elinib qopti. Saqchixondagilar sizning buyrug'ingiz bo'lmagan ahvolda qo'yib berolmaydi ekan. Ularga telefon qiling, qo'yib bersin. Bosh ustiga janoblari, telefonda emas. Avval saqchixonaga berib ahvolni o'qay. Gunohsiz bo'lsa darhol qo'yib beray. Ahvolni mendan oldingiz yetarlik emasmi? Bir davlat ministrining so'zi to'g'rimi yoki saqchixondagilarning so'zi to'g'rimi? Bo'ldi, chimtirib olmay deganimdek qiling. Men qonun bo'yicha ish qilaman janoblari. Har holda sizning qonunga hurmatingiz bordir. Abdullah apandi, ministrimizning so'ziga kirib, buyruqni ijro qilsangiz o'zingiz uchun yaxshi. Muhim bo'lgani o'zimdan ansirash emas. Qonun, kotib apandi. Qonunga hech bo'lmaganda inglizlarchilik sodiq bo'lishimiz kerak. Bu nima degan bemallik? Siz ingliz qo'lchumoqchisimi, komissar apandi? İngiliz qo'lchumoqchisi bo'lmasligimiz uchun qonunga hurmat qilishimiz kerak. Komissar apandi, sen o'zingdan darajasi ustun bir ministrning buyrug'ini ijro qilishing kerak. Sana buyruq tushiryapman. O'g'limni darhol qo'yib va undan kechirim so'ra. Men ministrlarning emas, qonunning buyrug'ini ijro qilaman apandi. Bu adabsiz. Bu jasorat nereden elayapsan? Abdunasir janoblaridimi? Qonun hokim bo'lmagan yerda mustabidlik va zulm hukm surdi. Qonunni o'z manfaatingga qalqon qilyapsan. Asli sen bir aksiyatchi unsur. Buning bedelini eg'ir o'taysan. Anglayapsan. Sen o'ltirayotgan huquqqa erishish uchun jon ko'ydirayotgan minglarcha kishi bor. Nimanga buncha valashinib ketding sen? Arg'amchamga. Hammallik qiladigan arg'amcham. Rizqimni nohaqchilik bilan tepishning o'rniga ustimda yuk to'shib topaman. Men tayyor edim. Komissarlik xizmatini o'zim xohlab topshirib olmadim. Talab qilganda qabul qildim. Endi o'zim xohlab ayrilsam bo'ladi. Sizning qo'llashingizning hojati yo'q. Tuzilmadagi chiriklikni bilganim uchun istifa qog'ozim yanchiqimda. Hammallik kiyimlarim ishkavimda tayyor turdi. Arg'amchammo tomga isig'liq turdi. Ministr janoblari. Bir arg'amcha odamni davlatning eng cho'ng ministridan kuchli qiladi. Kishi Allohga va o'z kuchiga tayansla, hamma ish oson. Ministerning atrofida buyruqqa qo'l qo'shtirib turadigan nurg'un g'urursiz kishilar bor. Sizga o'xshash birini ko'rib baxmagan bo'lg'aydi. Vatanimizda maxfiy qilayotgan nurg'un qimmatli ishlar bor savda. Yordam fondini qurganda birga ishlagan kishilar menga ko'p umid bag'ishladi. Dada, Ali apandim keldi. Bo'ladi, hozir chiqay qizim.
istifa so'ramaslikqa ko'ndirgil kelgandu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi, alhamdulillah. Qani o'tiring. Ministerni hayron qoldiribsan, Abdullah. Bu gezini ko'rdingmi? Hammasini yezibdi. Bir kundala qiziq nuqtaga aylanding. Buni bir anglab baq, Meni yalik Abdullah chiriklik va nohaqchilik ma'qul deyishning o'rniga komissarlikdan voz kechdi. Ali efendim. Agar istifa iltimosimni qaytarib olishim uchun kuchayotgan bo'lsangiz, afsus, men endi bu ishni qilolmayman. Dal aksicha, men idora boshliqligidan istifa berdim. Buni degili keldim. Istifa berdingizmi? Nima ishqa? Sababi sening bu odillig'ing. Biz bir-biriga ishongan va hayotlik kurishda mo'rni-mo'riga taraf ketayotgan qarindoshlar. Rahmat Ali efendim. Ammo men arg'amchamni yana qo'limga oldim. Abdullah efendi, hammalık devri ahırlaştı. Ali efendi advokatlık işiga qaytdi. Fabrika va fondining qonun maslahatchilik xizmatini o'taydi. Rahmat. Men boshqa ishlarni o'ylashayotgan edim. Jiroqlarga safar qilish, Misr va boshqa mamlakatlarni aylanib beqish degan. Mudarlik buni to'sqinlik qilmaydi. Shahar yurtlarni kezib, dinga sodiq kishilarni tepib, ular bilan fikrlashib boqqim bor. Xayrli ishkan. Haraq kashtinida bir-biri bilan ulfatlash bo'ladi. Biz musulmonlarmi boshqa musulmonlar bilan uchrashishimiz kerak. Ibodat saflarida bilib turishimiz kerak. Mamlakatni nodonlikdan qutqizish uchun biz bir tanga aylanishimiz shart. Bu kitoblar sizga esqatib qilishi mumkin Fayza xonim. Sizni bek avori qilavatdim. Dinimizda ilm yo'lidagi xizmatmi ibodat. Fakultetda bu asarlar haqida hech qanday uchur bermagandi. Oliy maktablar o'zlariga foydasiz temalarni darsga kirgizmaydi. Balkim sizmi bilasiz. Bu kitobning aloylik shuki, dunyoda bir tuzilma bor, ammo butun masala ichiga kirgizmoqchi bo'lgan sistemaning bu tuzilmaning sirtida qolishi. Damanlıqqa anqirib bo'lolmadim. Balki kitobni o'qigandan keyin. O'qigandan keyin asalni tushuna olasiz. Chunki masala intayin oddiy. Dunyoning siyosiy tuzilmasi bizni qo'shib olishni va eritishni o'ylaydi. Biz bu kuchga axloqimiz bilan dinimizdan olgan quvvatimiz va an'anaviy milliy xarakterimiz bilan qarshi turishga tirishimiz. Ochig'ini aytganda, shunday qilishga majburmiz. Ajab dard xumor millat biz. Dardimiz tugisa, yangidan dard ijod qiladigan ahvolga tushdik. Qandoq deysiz? Yaxshi bilan yomonni aralashtirish milliy odatimizga aylanib qoldi. Bu naqshlarni anglag'uvchilarda musiqa madaniyati bor degili bo'lamdi. To'g'ri aytdingiz. Gerçi men bir xristian bo'lsam-mu, deganlaringizga tamoman qo'shilaman. Ilm yo'q, san'at yo'q, adab axloq yo'q. Bu yo'qliklar ahvolimizni texmi osonlashtiryapti. Fan texnikimiz bak qaloq. Madaniyat saviyamizmi bak to'van. Bu ishki yuchuqni qandoq etishimiz kerak? Musulmonlar islomni chang tutib, musulmoncha yashasa, ondan ilmning Allohning bir sifati ekanligini, fan texnikaning bo'lsa, Allohu taolaning yasug'uchi degan sifatidan kelganligini tushunib yetadi. Shu vaqtda ular ilm fan ishlarini ibodat deb qaraydi-da, ushqandek taraqqiy qila oladi. Namoz o'qiganga o'xshashlar islom iqtisodini o'tirg'i qo'ya oladi. Islomiyatga bir butun amal qilib yashay oladi. Oldimizda to'xtab ekan bo'lsang namoz o'qilay. Bir odamni to'xtashga bo'lmaydi. Yuqorining buyrug'i bor. Namozlarni saqlayolmaymiz. Men bir xristian. Shundaqdimi men bu efendim saqlashga rozi. Namozning advokatligini qildirsan kim musulmonlarni hurmatlaganga xristianlikdan chiqib ketmayman. Bo'ldi qilinglar. Oldimizni to'xtab beray. Allah senden razı olsun. Sen bo'lmagan bo'lsang namozimiz qazo bo'lib ketadi. Avtobusdagi vaqtda zuvaninglar chiqmagan edi. Xristian jinida meni qo'lladi. Ammo sizlardan hech qanday sado chiqmadi. Musulmonlar bu bo'shanligimizdan qutulishimiz kerak. To'g'ri aytding. Sana o'xshash yo'l ko'rsatib qo'ydigan biri bo'lgan bo'lsa, bizmi tezlik o'ngishlik ketar edik. Inshaalloh, umi bo'lib qoladi. Bu safarimning sababi model shu. Ya'ni musulmon qarindoshlarimiz bilan munosabatimizni texmi chingitish. İnşallah.
buyuklikni Iskandarga berib o'tganlar bag'onsini kichiklab ketdi. Amaliyotda buyuk bo'lg'ini Iskandar emas, Alloh, payg'ambar va Qur'ondir. Ey musulmonlar, kichiklik sizlarga yarashmaydi. Zo'riyinglar, jasoratga kelinglar va alohida kuchga aylaninglar. Ey egiz binolarda o'ltirayotgan kichik insonlar, ey Nil daryosiga parvosiz qarayotganlar, Yevropaliklar yasıgan yo'lda, Yevropaliklarning mashinasida minayotganlar. Hayyalal fala. Ya'ni nijotlikqa kelinglar degan sadoning sirini yeshib, nijot tepinglar. Meni yani Abdullah'ның ақсығы düşkən paylaşçılarımdan gələn xəbərlər көңілini qəş qılıdı. Abdullah degan əksiyetçi işini çoğaltdı. Mısırның hər tərəfiga kengayıvatıdı. Söhbət uyuşturuvatıdı. Xalqni dinə əsasən yaşashga çağırıvatıdı. Bunun bilanlik qanmasdan erkinlikə qarşı çıxıvatıdı. Bularning Misrda kengayişi sizlarning savdo tijorat doiralarining tarixiy degan gap. Korxona va shirkat ishlarida rasmiyatlashib bo'pti. Bu dinni iqim kengaysinmi? Dövlətni ulağı tutquzub qoyamdıq. Hey, bu dövlət təxsə emas. Birdən də başqasının qoluğa çıxıb qalıdığan. Canablari, Padişah Farux aldırılğandan keyin dövlət texmi küçəydi. İslamçılarning küçəyişiga yana qarab turmizmi? Korxonalarning ko'payishi bizning vayron bo'lishimiz deganlik. Nima bo'ldi ana? Esnima qizim. Tuyuqsiz. Tuyuqsiz nima? Yushurmisangchu? Yuzing sarg'ib ketibdi. Bir yering og'riyotamdi ya. Yo'q, yomon tush ko'rib qoptiman. Dadani bir yılan. Chiqyapti-dek. Yaxshi tarafini o'yla, charchab qopsan. Dadamni Alloh o'z panoyida saqlaydi. Uzun yıllardan bu yana İslamiyetning ijtimoiy hayotga aloqador qismiga ahamiyat berilmadi. İslam qonuni va islom iqtisodi haqida yetarlik to'xtalmadi. Shunga İslamiyet nazariya holatida qolib qoldi. İslamiyetning 1400 necha yildan beri bor bo'lgan nijotkor sifati maxfiy qoldi. Sizlarga o'xshashlar nijotlikni ba'zida sotsializmda va yoki kapitalizmda deb qaraydi. Albuki biz musulmon. Musulmon deganning musulmoncha yashash majburiyati bor. Feyza, oy, Hadicha. Qanday ahvolingiz? Yaxshi, rahmat. Sizchi? Menmi yaxshi? Sizni ko'rsam ko'nglim ichilib qoldi-jimi? Rahmat. Yog'liqingiz pek yarishibdi. Sizgami yarishatdi? Yog'liq olsam uydagilar o'lib berar qachon. Nimishqa yomon ish bo'lmasa bu? Ular yaxshi bilan yomonni ayira olmaydigan ahvolda. Yog'liq ularning qarshida. Xurofotlikning simvoli. O'rinish biz uchun islomning go'zal bir farmoni. Men islomni endi tunishga boshladim. Bo'libmi akangiz menga tavsiya qilgan kitoblarni o'qigandan keyin o'qigan sir kallam ichilyotdi. Chunki o'ylab baqsam, kallamga singib ketgan burungi ideyalarning manbasi xristianlikdan keladi. Mana endi o'zimni millatimning ichida his qilyapman. E'tiqodim ifodalgisiz bir cho'nqurlik va to'g'rilikka erishdi. Nima degan yaxshi? Ideyamda nurg'un mujmallik bor edi. Kallamdagi har savolga Qur'ondan javob topyapman. Bu haqda akangizga ko'p qarisdarman. Akam bu ishlarni bek yaxshi biladi. O dadamdan ta'lim olgan emasmi? Bilamsiz, dadangiz tavayimizga odamlarning nazaridagi eng xatarli kishi. Xatarli dedingizmi? Ha, ilib berayotgan kurashlar ularning manfaatiga xilof. Shunga dadangizga dushman. Sizchi, sizmi shularga tavag'i? Tava bo'g'inim bilan qarshim o'xshamaydi. Sizni, opangizni, akangizni, dadangizni tonigandan keyin ajoyib o'zgardim. Har vaqt o'zgarayotganligimni his qilyapman.
Appagan tekshirishlerimde ko'ngilni g'ash qiladigan ishlarni ko'rdim. Bu muhitda ishlasanglar, men degandek bo'lamaydi. Bak aqidi qap. Yaxshi ishchi tepish oson emas. Bu qitimqi safarimning yana bir maqsadi xavf qolgan korxonachi qarindoshlarimni hamkorlik ostida uyushtirish. Kelgandan keyin ishchilar bilan bir paranglashib baqqan bo'lsangiz, ilm irfoningizni foydalansa jab emas. Bu rasmlarni nima ish qasdinglar? Har bir ko'sa ko'nglimiz ichilib qoladi. Ko'nglinlar ichilganda qanchalik ishlarning taqiladiganligini bir bilgan bo'lsanglar. Biz o'zaro hamkorlashib, ulug' millatimizni mustamlik qilgan cho'ng kuchlarga qarshi buyuk bir kurash boshlashga tirishyapmiz. Iqtisod va madaniyat kurashi. Bu kurashning jangchilari men, sizlar va ular. Sizlarga ishchi qarindoshlarimga ishchilik masalasini tushuntirishni hozir ortiqcha deb qarayman. Chunki İslamiyet yo'q yerda İslamiyetdan so'z ichish xuddi bir o'likning sunuq qo'lini davolagan bilan o'xshash. Bundaq ahvolda o'zimizdan shuni so'rab baqayli. Bu mamlakatda qanday qilganda İslamiyetni jonlantirg'ili bo'ladi? Feyza haqida shunchalik yaxshi so'zlarni qilyapsan, texim amroq bo'lib ketyapman. Chunki u pokiz, samimiy qiz, ishchi teshi o'xshash. Uning shu muhitdan chiqib qolganiga hayronman. U yashayotgan muhiti bilan kurash qilyotdi. İslamiyetga qiziqib qolgandan keyin oilasi bilan munosabati yomonlashibdi. Bechora o'ttirdi qapti, yolg'izlik tortibdi. Uni yoqtirib qoldim. Menchi Bilalga loyiq. Shundoq bo'lishni xohlaydim. Ammo ular bizning yo'limizga odamlar emas. İslamiyet idora qilgan davlatlar necha asr puttirab turgan. Ular necha asr dunyoni so'rab, darajadan tashqari g'ol kuchga aylangan. Biz mo islomga uyg'un yashash orqali yana darajadan tashqari kuchga aylana olamiz. İmansızlık mevcut emas. Kişi ya Allah'a iman etdi, ya ki Previnge. Previnge iman etqanlar naqshi usul bilan ihramlarni bino qilishga boshladi. Aldidan ketganda bir zag'irga muhtoj bo'lib, isyon qilmoqchi bo'ldi. Ammo bo'g'liq bo'lgan edi. Haqiqiy imonni topolmay, Previnge qul bo'lganlarning beshiga qamchi urildi. Dillarida Previn yo'q edi. Previndan keyingi odamlari bor edi. Bu odamlar o'z manfaatidan boshqa narsa o'ylamaydigan havoyi havas qullari bo'lib, ko'ngan qo'ylarini qilch tashlay olmaydi. Mana bular nafs xohishining quli bo'lgan Previnga iymon etganlarni yetkuchi azdi. Mazlumning ohi ko'kka yetdi. Keyin nihoyatda mehribon Alloh Musa payg'ambarni avatdi. Qo'lida hassidan boshqa hech nimasi yo'q Musa alayhissalom hamma narsasi to'liq Fir'avnni mag'lub qildi. Shuning bilan o'zini o'lmas hisoblaydigan Fir'avn suvga g'arq bo'lib, yangi bir davr, Allohga iymon etganlarning davri boshlangan edi. Bu safar meni bek charchitib qo'ydi. Hamma narsa shunchalik buzilganki, hayron qolmay turolmaysan. Allah sizni o'z panoyida saqlasin. Hech kimniki o'xshamaydigan bir hayot kechiryapsiz. Sizni tonimagan bo'lsam, hamma ish joyida deb xalqning buzilganligini bilmas edim. Rahmat Savda. Sen mushu bir er uchun yaxshi bir ayol Allohning alohida iltifoti. Dada qara, sen yo'q vaqtlarda ben she'r yozgan edim. Muborak bo'lsin. Qaraganda meni shoirlikni qamlashtirmay deb o'ylab qoldim. Yaqay, hamma yosh she'r yozalaydi, xuddi futbol o'ynagandek. Ya'ni necha ming kishi futbol o'ynaydi. Ammo davlat komandasiga oran 11 kishi kiralaydi. She'rmi shuningga o'xshaydi. Necha million kishi she'r deb yozib boqadi-yu, ularning orqasidan 11 shoir tasdiq chiqadi. Ko'nglinga kelmasin deb udul gap qilyapti. Maqsadim shoir bo'lish emas, faqat bir haqiqatni oshkorlash uchun yozdim. Endi anlamasam bo'lmadi. Qani o'qi. Bayroq bo'ldi haqning davosi. O'tyapti inglizlar matasi. Her mucahid haqqa qurban bo'lsa, matem tutarmı şehitqa anasi. Her mucahid haqqa qurban bo'lsa, matem tutarmı şehitqa anasi. Shoirlikni endi bildim. Shuni aytib qo'yay. İslamiyetni o'rganish, tushunish va shu bo'yicha yashash eng cho'ng jihad bolarim. Mening bir tarjimam bor. Anglab boqamsizlar? Dadanglar safarda charchab ketdi, aram olib olsin.
Ballarımның tirishchanligi charchashlarimni yo'qotdi. Meni charchatgan ko'rimsiz manzaralar edi. Ballarımның go'zalligi harduqimni chiqardi. Sen o'qig'in, men dasturxon tayyorlay. Amerikada dinning hayotdagi ahamiyati e'tirof qilingan. Dinga qarshi kino ishlash cheklangan. 246 din va mazhab odamlari bilan birga yashaydi. Bu yerda yezilishicha, Injil maktablari bormish. Yozliq kurslarni puxroch kiyingan poplar boshqararmish. Men buningga shuni qo'shimcha qilib savol qo'ydim. Misrliklar dinning ahamiyatini qachon e'tirof qildi? Tafsir, hadis o'rgatiladigan maktablar qachon ochildi? Ishsizlikqa qachon xotim berildi? Dadaning izdan mengyapsan qizim. Diqqat qilgin. Yo'l ustida turma ba. Sen degan qiz bola saqchilarning seni tutib ketishiga, gundibaylarning haqoratlashiga chidab tura olmayman. Bizning shalloq tariximiz, jannatdek vatanimiz bor. Islom madaniyatini tirildirishimiz kerak. O'z madaniyatimizni tashlab, boshqalarning madaniyatlarini qabul qila olmaymiz. Chunki biz yildiz yo'q millat emas. Bu andishlarimizni nurg'un qitim tilga oldik. Farzimcha taklif berdigandek qilinglar. Yevropani tushunishimiz kerak. Bir qo'limizga Yevropani, yana bir qo'limizga Osiyoni ilib, maydonga chiqishimiz kerak. Bu millat oson tez pukadigan millat emas. Rahbarlik qila oladigan kishilarni topganda orqasidan mangadi. Yevropaga bizdan ketgan ilm-fanni qaytirib ep kelishimiz kerak. Uning yeniga islom axloqini qo'ysaqlar, islom madaniyati yana ko'klaydi. To'g'ri aytdilar ustoz. Hamma millatning o'ziga xos axloqi bor turib, biz islom axloqidan ayrildik. İngliz axloqini olmadik, ololmaymiz. Shunga axloqsiz qoldik. İslam axloqiga qarshi chiqish xalqaroliq bir suiqasd va to'zoqdan boshqa narsa emas. Amaliyotda islom axloqi qo'ldan ketib, hamma narsa buzildi. Yevropami buning sirtida emas. Yevropaga boraymikin deyman. Bağın, cho'qim bağın. U yerlarda yetim qolgan iqtidorlarimizni, ilm-fanni ilib bu yerga boshlab kelgan. Minister janoblari, qani marhamat. Misrda har xil guruhlar qonun doirasi ichida harakat qilsa bo'ladi. Ammo dinchilarni, bo'libmi Miniyalik Abdullohni xatarlik deb qarayman. Bu odamlarning agash kuchlar ko'payishga boshladi. Bu kishilarning soni oz deb qaralsa, unda zo'r mablag'lar va katta binolar qanday bo'lib o'tirg'i chiqib qoldi? Bu kishilarning boyligi davlat xazinasidan ko'pmish. Ingliz dushmanligi ularning ko'zori. Finlandiyaga o'xshash Misrni yetim qoldirish hammamizga foydasiz. Ingliz do'stlarimiz bilan hamkorlashib zamonaviy davlatga aylanamiz. Misr kun sayin taraqqiy qilyotidi. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Ammo yerdan unib chiqqandek dinchilarmi ko'payib ketyapti. Musulmonlarning tashkilotlari yetmagandek yangi iqlimdagilar paydo bo'lyapti. To'g'ri aytdingiz. Bu kishilarga davlatni boshqara olmadik. Kelinglar, sizlar boshqaringlar demaydigandimiz qachon? Har qanday bir ideologiya dushmanlarining hayot qilishini xohlamaydi. Shundaqmi? Hukumatimizning unumli zarba beradiganligiga ishonamiz, minister janoblari. Dinchilarga qarshi siz bilan bir saf turamiz. Buyrug'ingizni kutamiz. Ansirmanglar, hukumatimiz tegishli tadbir qo'llandi. Miniyalik Abdullah o'g'limni qamoqxonaga sulagan va menga qarshi chiqqan edi. Bularni unutganim yo'q. Siz haqiqatan iqtidorli minister. Ün alg'uga lent qo'yib anglaymiz. Sening so'zingni anglab boqqimiz bor, ammo qaysi lentini qo'yishni bilolmayotimiz. Ajdodlarimiz bu keng dengizga qanday hukmron bo'lgan? Oq dengiz Osmoniya xalifaligiga nisbatan bir o'stan. Bu xalifalik shunchalik zo'rayganki, uning saltanati oldida Oq dengiz xuddi bir ko'lchilik qoladi. Ularmi musulmon edi, shundaqmi? Ular hukmron bo'lgan yerda biz nimishqa mahkumlikqa duchor bo'ldik. Islom Allohning dini. Allohning dini bo'yicha yashaganlar cho'qim hukmron bo'ladi. Shuningga diqqat qilishimiz kerakki, islomiyat to'g'ri shaklda tatbiqlansa, yaxshi natijalar vujudga chiqadi. Bexutlar bilan ozg'unlar natija qozonolmaydi, ham baxtlikmi yashayolmaydi. Biz avtobus bilan mangan bu yo'llarda ajdodlarimiz otliq va piyoda qandoq mangan bo'lg'aydi.
Belgradda necha asr hukm sürganligiga ishongim kelmayotdi. Bu joylarda necha asr yashapdik. Masjidlarimiz bilan, ko'riklarimiz bilan, hammom monchilarimiz bilan, davolash o'rinlarimiz bilan bu joylarda o'chmas izlarni qoldiribdik. Yevropaga ilm, axloq va insoniylik elib keldik. Afsus, bu miroslarga ega bo'la olmadik. Tanglar mahsharda ajdodlarimizga qandoqmi yuz kelalarmiz? Kelgusida avlodlarimizga nima deb javob beramiz ha? Yevropadan qo'g'linibdik. Qabristonliklarimizning o'rniga hojatxonalar silinibdi. Musulmonlar haydilibdi. Bir necha munar, qadimiy bino va bir qancha kitob ko'rib qolsang, bilib qolginki, bular rahimsiz dunyoda qutulib qolgan kichikkina aslima xolos. Yo'q, meni o'tmish mabtuni debla o'ylab qolmagan. Unutmaganki, yiltizsiz daraxt ko'klamaydi. O'tmish mening yiltizim. Uning ustida yuksaldim. Uningdan ozuqlandim. Kuchimni yana uningdan elayapman. Notalarimni kelajakka qartib o'stiryapman. 21-asrga mevalarimni to'kiman. Islom axloq bilan, ilm-fan bilan, san'ati bilan yana qaytib keladi. Kishilarning yuzida tabassum jilvalanadi. Nima uchun nemislarning tarixiy chang bizning bosh? Nimishqa ularning iqtisodiy taraqqiy qilgan? Biz nimishqa orqada qoldik? Nima uchun biz musulmonlar kelib nemislarga xizmat qilyotdi? Tugamas savollar. Nervamni bearam qilib, savollar daryosiga g'arq qildi. Qayerga zavod qurilgan bo'lsa, u yer shaharga aylanibdi. Kishilar qonun tuzumlarga shunchalik rioya qiladi ekanki, biz dinimizga unchalik bo'ysuna olmadik. Kangri yo'llar, pokiz uylar, hamma yer gul-gulistonlik. Bular dunyoni jannatga aylantirishga tirishayotgan bo'lsa, biz dunyoni do'zaxga aylantiribdik. Vaholanki, har bir payg'ambar birer sanoat piri. Payg'ambarlarning mo'jizalari sanoatning eng yuksak pallasi. Qaysi sanoat yuksalsa, bir payg'ambarga ergashganlik savobi bo'ladigan tursa, Davud alayhissalomga o'xshash to'mirni ximirdek yug'irayotganlar va eng ko'p to'mir ishlab chiqarayotganlar nemislar. Payg'ambarlar qisalarini o'qiyotganlar bo'lsa, bilib qo'yinglarki, musulmonlar. Yo'q. Dunyo boshqalarga taraqqiyot dunyosi, bizga qaloqlik dunyosi bo'lavermas. Musulmonlar moddiy va ma'naviy jihatdan teng taraqqiy qilish kerak. Sizlar nemislar birinchi dunyo urushida Osmoniylar bilan birga edinglar, mag'lub bo'lgandinglar. Keyin taraqqiy qilib dunyoga jang e'lon qildinglar. Ikkinchi dunyo urushini qo'zg'adinglar. Yer bilan yakson bo'lgandan keyin qayta taraqqiy qildinglar. Buning sababi zodi nima? Tamak cheking. Chekmayman. Ba'zi musulmonlar tamak chekmaydi. Sizmi chekmamsiz? Dadammi chekkan nima foydali deysiz? Aroqmi ichmamsiz? Bular ziyonli narsalar. Misrda bo'lgan bo'lsangiz, xizmatdan to'xtatiladingiz. Madaniyatning belgisi bo'lgan haroqni ajab ziyonliq da'vatsizg'u. Sizni to'g'ri tushunaman. Hozir Osmoniya xalifligi yo'q, biz bor. Biz hozir ajdodinglarga o'xshash haroq ichmaymiz, ammo sizlar bizning ajdodimizga o'xshash ichyapsizlar. To'g'ri aytdingiz. Musulmonlar diniga esilgan sari taraqqiy qildi. Xristianlar chirkovdan yiroqlashgan sari olg'a bosdi. Bir-biriga zid.
Bu haqiqatlarni qandoq tushunib yetdingiz? Beşimni ishdan ololmayman. Undaq cho'nqur tushunib bo'lolmayman. Bular bizning kitoblarda yozilyapti. Sizlarni bu ahvolga tushirganlar biz. Ammo bak buzilib ketdinglar. Bizdimi bakrak buzilishga başladinglar. Shunga sizdek haroq ichmaydigan musulmonlarni bak yoqtiraman. Tova, davlatimda ishmaganligim uchun turmaga tashlandim. Ammo Germaniyada olqishlanyapman. Gollandiya Misrga Iskandar yedinmi ko'p sut mahsulotlari sotar ekan. Misrning yerlari oq tashlab etilgan. Gollandiyada bo'lsa, olqonchilik bo'sh yer yo'q. Tuproq tugab, sun'iy usulda ziroat yerishga boshlabdi. Yarim kiloluk qiyt qatsida o'stirayotgan tarxamaklarning uzunligi 1 metr keladi ekan. Bir mo yerdan 160 kilo hosil oladi ekan. Ko'ktatlarni tashtaklarga tutashtirilgan naychilar orqali sug'urdi ekan. Hammasini tuproqsiz o'stirdi ekan. Germaniya sanoatda taraqqiy qilib ketgachga Gollandiya yezigilikni tanlabdi. İki davlat bir-birini to'liqlabdi. Yezigiligi bilan chorvachilik Gollandiyani boy qila olgan yerda Misr nimishqa namrat. Yevropa sayohatini yana davomlashtiramsiz. Iqtisod qiynalgan bo'lsangiz, amalni qilamiz. Rahmat, qiynalganim yo'q. Qaytishim kerak. Endi chidab turolmayman. Bir shaharchilik zamini bor. Quyosh nuri yaxshi tushmaydigan o'l yig'inliq Gollandiyada Misrga sut mahsulotlari va yog' eksport qiladigan dehqonchilik maydonlari bor ekan. Sun'iy usulda ko'ktat o'stiriladi ekan. Bizning dehqonchilik professorlarimizmi bu usulni bilmaydi. Ular faqat ustalda ishlaydi. Bu yerda bo'lsa, bir dehqonchilik maydonini birla ayol boshqardi ekan. Endi tushunib yetdimki, biz oldinibdiq. Qavoxonlarni, kechlik klublarni madaniyat deb yuribdimiz. Bu azoblarga chidamay Misrga qaytishga tamshilayapman. Biz bu bir ishlarni qila olishimiz mumkin. Bu yoqqa chiq. İbn Ishaqning tarix kitoblarini tanishtirishdan topa olishing mumkin. Bir izlab boqamsan. Bo'ladi, ustoz. Agar tep qolsang, hech kimga tinma. Namoz shamdan keyin uyimga kelib bergin. Ma'qul. Charchab qolgan o'xshaysiz. Juranga bog'chaga chiqib havo yeb kiraylik. O'qiyotgan islom falsafasiga aloqador kitob ruhimni larziga selyotidi. Qo'limdan tushirolmayapman. Koinotning va insonning cho'nqur qatlamlariga cho'kkan bir sistema bilan tunji qitim uchrashyapman. Bu haqda fikr yurgizishning ochiqligi yana bir boyliq. Musulmoncha yashay olgan bo'lsangiz nimaga yaxshi bo'ladi? Bu men uchun qiyin. Siz o go'zal muhitda tug'ilibsiz. Omadli ekansiz.
Mening musulmonligim faqat nopus daftarida qolibdi. Ismim musulmon, ammo o'zimning nimaligi aniq emas. Bularni o'ylab yetganingiz qaraganda islomning darvozalarini ochishga boshlabsiz. Kashki, siz degandek bo'lsa, ammo bunchalik oson emas. Nimishqa? Avval kunib qolganlarimga qarshi jang e'lon qilishim kerak. Buni oson deb turaylik. Atrofimizga muhitchi. Siz bizning odamlarni bilmaysiz. Men o'zlari dindan chetnab turib, masxir qilib turib, yana o'zini biz musulmon deydigan kishilarning orasida yashayapman. Asli cho'ng jangni ular bilan qilishim kerakdi. Qo'rqatamsiz? Aniq bilmayman. Bir qo'rqqandek, bir qo'rqmagandek. Biz yongan pichoqdek, qo'rqish bilan g'ayrat o'ntirsida qolgandek. G'ayratingiz kuchli keldi, to'yib turyapman. Lekin ozroq kutishingiz kerak. Cho'qqim hal qilaman. O'zimni chiniqtiryapman. Albatta, akangiz bergan kitoblarning yordamida. G'ayratga kelgan kuningiz eng xo'shal bo'ladigan kishi cho'qqim akam bo'ldi. Ba'zida shu kallam kelib oladi. Nima? Sizga o'xshash o'rinib yursam, bek yaxshi bo'ldi. Cho'qqim yarishidi. Yarishidi debla emas. Albatta, o'zgacha tuyg'u bilaman. Ammo yig'liq ortmay turib, u go'zal tuyg'uni his qila olmaysiz. Fayza, muqaddas bir dunyo qadam qo'yish, e'tiqod bilan bir tanga aylanish, ayollar xos muloyimligini o'zida mujassamlashtirish ajoyib tuyg'ular. Assalomu alaykum. Assalom o'g'lim. Ko'chada salomlashamayapmiz. Endi quchoqlab salomlashay. Qani, ichib kir. Siz avval kiring ustoz. Professorlik unvonini ep bo'g'icha o'zimni oshkorlasam bo'lmaydi. Agar sizlar bilan munosabatim borligini bilib qolsa, universitetda nima deydi? Qani, o'ltir. Sizmi o'ltiring. Sizni ko'z qarchig'imizdek asramasak bo'lmaydi, muallim. Sirtidagidek hurmatingizni qilib bo'lmayapmiz. Ayibga bo'lmaysiz. Yo'q, angliq musulmon degan mushundoq bo'ladi. Ahmad, opangga ayt, bizga ikki qahva damlasin. Allahu akbar, Allahu akbar. Tövbe qildim, Allah. Tövbe qildim, meni kechir. Tövbe qildim. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Ishonaman, nijotlikqa erishimiz. Shundoq kunlar keladiki, azon ovozini anglaydigan avlodlarni yetishib chiqadi. Shu vaqtda Allohu akbar, Alloh eng kattadir degan sadoning hamma buyukligini besib shudag'anlarni tunib yetishidi. Shu vaqtda hayya alal falah, nijotlik kelinglar degan sadoning ma'nosini tushunib, nijotlikqa erishimiz. Hayya alal falah, nijotlik kelinglar. To'g'ri, islomiyat nijotlik yo'li. Tarix guvohki, islomiyat puhrodan davlatgacha hammani nijotga erishtirgan va ularning dunyosini oxiratini jannatga aylantirgan. Buningga faqat musulmoncha yashash kifoya. Amisa biz qaytaylik. Ma'qulamisa biz chiqaylik. Bo'ptamisa, xo'sh. Xo'shamisa. Allohga omonat. Allohga omonat. Allohga omonat. Allohga omonat. Allohga omonat. Xo'sh. Ha. Men qildik bir ish bor. Bo'ldi, rahmat. Allohga omonat. Allohga omonat. Uzun ömür ko'rgan bak bilamdi yoki jahon kezganmi degan gap bor. Safarlari bak foydali bo'pti. Odamning umri qushpeydek uchib ketadi, hojga. Hayotlari to'liq rangarang hayot. Davolg'ishlar ichida o'tdi. Bir tarafda qizdir Xadija, yana bir tarafda ma'naviy o'g'illari Husayn. Tushunmadim. Husayn silning qo'llari tarbiyalandi, tijoratchi bo'ldi. Qizlarım şundaq esil çoğ boldi. Maşallah. Sel haddimden eşip işlere aralışıvatıman. Hüseyin'nin çoğları huzurlara çıkıştan sel korunup kaldı. Dostluğumuzun yüzünden meni elçilikке elvetti. Allah Teala'nın emri, Peygamberimizin sünnetiga asasen Hadice kızımızını Hüseyin'e sorsak kabul kılalım iken. İnşallah peshonasiga putilgan bo'lsa bo'ladi. Siz qo'shilgandan keyin men faqat ikkisining baxtini tilayman. İnşallah bir ömür baxtli bo'lib o'tgay. Allah xolisa. Allah efendi, taleplerini anlaylı. To'yliqni bekitsak bo'l. Meselemizi keleyli.
Qaysi masala? Qizimizga nima olamiz? Egizlarga qaraymiz. Uni sizlarga Allohning omonati deb beryapman. Har ikkisi dinimiz bo'yicha yashasa, baxtli bo'ladiganligiga ishonaman. O'zimga va qizimga bir narsa talab qilmayman. Uy tutib baxtli bo'lsin. Bu biz uchun eng cho'ng hadiya. Hayran qalayotiman. Hech narsa talab qilmadi. O'shunda osonlashtirib bersak, poytax qolmaydi. Mana bu islom. Rost shundaq bo'ldimi? Ha, rost shundoq bo'ldi. Savda xonim, bu qandoq bo'lg'ini? Yigit taraf ish nasibamsin bulamda? Toza obdan bo'ladi. Eng cho'ng hadiya ikkisining baxti. Payg'ambarimiz shundoq buyurgan ekan. Eng barakatli to'y. Oddiy bo'lgan to'ydir. Mushundaq oddiymi? Hech ko'rib baxmagan edim. Yordam qilaymi? Rahmat qizim. Hech qisi yo'q. Asl rahmat qizim. Rahmat. Rahmat qizim. Rahmat. Rahmat. To'yni yoqtirdingizmi qizim? Bək yaxtırdım. Nikahını axunumga o'qisa nima degan yaxshi bo'ladi, a? İnşallah sizga mi keladi? Allah baxtınızı bersin Xadicha. Muborak bo'lsin. Rahmat. Bugun bak xo'shal ko'rinsan qo'y qizim. Bugun men bak xo'shal, bakla. Meni yali Xadichaning to'ydan kelishim. Buning nimasi xo'sh bo'lsin? İslamçı qalaq toylarını, ularning varan-churonlarga to'lgan so'rinlarni yaxshi bilaman. Odamning kayfini uchirdi. Asli bizning turmushimiz qalaq appa. Biz xuddi g'arbning sun'iy hamrohidek. Bugungacha bo'shliqda yashab ketdik. Mana endi jannatga echilgan derizam bor. Aval Bilal ölüş gerek. Abdullah oğlunun ölüm azabını tartsın. Nöbet onunla mı keledi? Sening maqsading Abdullahni qiynashmi? Bilalni herkes sel çağlaman. Bilalni dadısıdaki xatarlik emas dep qaramsız. O tığı yaş. Üniversitede təsiri güçlük. Aktif. Sizlerge ziyan salgan işlarının hemmini o planlagan. Bir taraf qilib etmesek bo'lmaydi. Aval Bilalni ucuqtirib deyli. Men bir savdogar, jinoyat sodir qilolmayman. Bular endi ishvatqandi. Qaranglar, ketishyotdi. Yana bir ish planlabdi ular. At Bilalning ichilish murosimi bormish, qalaymi qatilib chiqarmay, qo'rqib tarqib ketishi mumkin. Cho'ng ishlar yuz berishi mumkin, jimo, diqqat qilaylik. Savoddoshlar bu ishda men yo'qchimi? Nada undaq ish bor, hech narsa qacholmaysan. Juringlar, men bilamanlar. Bular. Nima ish qilamiz? Sen bilamsan. Musulmon bo'lish sifatimiz bilan kalaning o'riqliqidanmi, aqidimizdagi usulsizlikdanmi savol qilinamiz. Ham iqtidorsiz, ham bilimsiz turib, yana texi peshonimizga bitilgani shukan, rizqimiz mushunchilikkan deb mas'uliyatni Allohga ortib qo'yamiz. Undaq ish yo'q. Har sohada natija qozonish Allohning va payg'ambarining buyrug'i. Qaranglar. Qur'oni Karimda mundoq deyilgan.
Bu ehemmiyetli ve tesirli sözleri için Abdullah Efendi'ye rahmet etmen. Hem de yaş alim Bilal Efendi'ne sözlük teklif kılımız. Kainatni bir qonuniyat ustiga yaratgan va bu qonuniyatni asrlar davomlashtirgan Alloh taolo bizga islom dinini avatgan. Shunga koinotning qonuniyati davomlashib turdi ekan, islom dinimi davomlashib turdi. İslamiyet qiyomatgacha davomlashadi. Har bir musulmon o'zidan men nima ish qilishim kerak degan savolni so'rab beqish kerak. İnqilabımız yaşasın. İnqilabımız Her kişi öz ideologiyasi uchun xizmat qilayotgan yerda biz musulmonlar islomning gullanishi uchun qo'limizdan kelishicha tirishmasak, beshimizga texmi eg'ir falokatlar keladi. Bilal, oğlum. Tez bul, başını çakır, tez. Toksaş, pulunu götürüş. Kıpırlaşma. Bul ola, etme ola. Nereye? Bana. Bana. Bu ne? Bana. Bana.